Alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Rahmatli Sherali Jo'rayev vafotidan so'ng Botir Qodirov uning o'g'li ekanligini xalqqa ma'lum qilib, sud jarayonlari ham bo'lib o'tdi. Sud ekspertizasida Botir Qodirov Sherali Jo'rayevning o'g'li ekanligi tasdiqlandi. Lekin Sherali Jo'rayevning o'g'illari Botir Qodirovni tan olishmayapti. Bu haqda Botir Qodirov o'zining Instagram sahifasiga joyladi. Otamning qo'shig'ini YouTube'dagi kanalimga kuylab joylagan edim. Lekin afsuski, Jo'rayevlar tomonidan bu YouTube'dagi videoyim blok bo'ldi. Bir shouda mening shogirdim qatorida yosh bolaning Sherali Jo'rayevni qo'shig'ini aytganligi uchun uni ham ijodini, uni ham qo'shig'ini blok qilishdi. Shundan so'ng yana Instagram sahifamga mening ham otamning qo'shiqlarida haqqim bor. Agarda shu ishingizni davom ettiraversangiz, men ham otamning qo'shiqlariga o'zimning da'voyimni qo'yib, sizning ham videolaringizni blok qilaman dedim. Shundan so'ng Jo'rayevlar bloklarni olib tashlab, hozirda Botir Qodirov Sherali Jo'rayev otasining barcha taronalarini birma-bir kuylab o'zining YouTube'dagi kanaliga joylamoqda. Lekin afsuski, hozirda Shohjahon Jo'rayev va Zohirshoh Jo'rayev tinib tinchimagan holda Botir Qodirov tomon toshlar otishmoqda. Kuni kecha internet tarmoqlarida bir video tarqaldi. Shohjahon Jo'rayev to'yda bir xonandani sahnada qo'shiq kuylayotgan mahalda sahnaga chiqib olib mikrofonni tortib oldi va ushbu so'zlarni aytdi. Burni katta xonandalar, meni tinglang. Otamning qo'shig'ini bizdan beruxsat aytishga sizning haqqingiz yo'q. O'zingizning hurmatingizni biling. Biz turganda otamning qo'shig'ini sizlar ayta olmaysizlar dedi. Ushbu videosi ko'pgina ommadagi insonlarga yoqmagani sabab turli xil izohlar qoldirishdi. Shohjahon Jo'rayev esa o'zining Instagram sahifasida bunga oydinlik kiritdi. To'ydagi holat yuzasidan men sizlarga barchasini ochiq-oydin aytaman. To'yning egasi meni ushbu qo'shiqlarni ro'yxatini bergan holda taklif qilgan. Lekin bu nomsiz xonanda esa men aytaman degan qo'shiqni chiqib sahnaga nagli ayta boshladi. Men to'xtatishga urindim, lekin quloq solmadi. Shunda o'zim sahnaga chiqib, uning qo'lidagi mikrofonni tortib olishga majbur bo'ldim. Endi siz ham bir o'ylab ko'ring-chi. To'yning egasini o'rnida bo'lganingizda siz nima qilgan bo'lardingiz? Shohjahon Jo'rayev, men senga ushbu qo'shiqlarni kuylashing uchun paloncha pul berdim. Sen nega kuylamayapsan degan bo'larmidingiz? Albatta degan bo'lardingiz. Men olgan pullarimni halollashni yaxshi ko'raman. U xonanda esa tomdan tarasha tushgandek sahnaga chiqib olib, men aytaman degan qo'shiqni kuylay boshladi. Endi o'ylab ko'ring-chi, ayb mendami yoki u burni katta xonandada? deb o'zining Instagram sahifasiga joyladi. Shohjahon Jo'rayevning ukasi Zohirshoh Jo'rayevni ham shu kunlarda yana bir videosi internet tarmoqlarida mashhur bo'lmoqda. Zohirshoh Jo'rayev bir tadbirda sahnaga chiqib bir xonandani yoniga chorladi va ushbu so'zlarni barchani yonida baralla aytdi. Har bir bizga o'xshagan xonanda. Bu degani bizning akamiz yoki ukamiz deganimiz emas. Otam ham aytgan, ey insonlar, kim menga o'xshasa, mening o'g'lim bo'lavermaydi degan. Shu gapga tayangan holda men ham yana takrorlayman. Kimki bizga o'xshasa, bizning akamiz yoki ukamiz bo'lavermaydi dedi. Bu gaplarni eshitgan Botir Qodirov esa jim, o'zining ijodi bilan band. Shohjahon Jo'rayev va Zohirshoh Jo'rayev Botir Qodirovni o'z akasidek tan olishmayapti. Botir Qodirov esa familiyasini Botir Jo'rayevga ham o'zgartirdi. Sud hukmi o'qilgan bo'lsa-da, Jo'rayevlar hech ham past kelishmayapti. Hattoki Shohjahon Jo'rayev otalikda nomzodi turgan erkakni akasi yo ukasi ham uning otasi bo'lishi mumkin deya, uning otasi kimligi ham hali noma'lum deya Botir Qodirovga juda ham xunuk gaplar gapirmoqda. Hurmatli kuzatuvchi, o'zingizning fikringizni izohlarda yozib qoldiring.